Avtosalon egalari yo'qolib qolishdi. Qidirib borsak, ular qamoqda ekan. Pasportingizga mashina olib bersangiz $200 beramiz sizga deganlar. Yanvardan beri pensiya pulimni yechib olishyapti. 3 million 100% yechib olishdi. Ushbu otaxon $200 pul uchun hujjatlarga imzo qo'yganligi sababli jabrlanuvchiga aylandi. Otaxon yolg'iz emas. Firibgarlar tuzog'iga ilingan o'ljalarning soni 203 nafarni tashkil qilmoqda. Bugun biz Toshkentda firibgarlik uchun uyushgan jinoiy guruh haqida gapiramiz. Hozir panjara ortida o'tirgan ushbu 6 nafar sudlanuvchilar bir nuqtada birlashadi. Ular 203 nafar fuqaroning ishonchiga kirib, firibgarlik jinoyatini sodir etadi. Mashina olib berish to'g'risida gap ketgan. Bular kreditlarni hammasini o'ziga to'lamoqchi bo'lishgan. O'zimizda to'laymiz, hammasini o'zimizda qilamiz deyishgan. Mashina keladi, 1 oy, 2 oyda mashinani bizga o'tkazib berasiz, bo'ldi. Shu bilan ish bitdi deydi. Ish hujjatlarida aytilishicha, sudlanuvchilar chet eldan mashina olib sotish masalasida MChJ faoliyatini yo'lga qo'yishadi. Bir tanishim orqali olib kelishdi. Shuni olib bersangiz, qanchadir miqdorda pul beramiz deyishdi. O'zimiz oyma-oy to'laymiz deyishdi. Boshlanishiga o'sha to'lovni ham to'lamadi. Qochib yuraverishdi. Bankdan jabrlanuvchilar nomiga mashina oldirib, bu ish uchun 203 nafar fuqaroga turli miqdorda pul berishadi. Bizga o'sha paytda $200 dan berilgan. Bunga kredit olmaganman-da. Men tushunmadim. Demak, sizga nomingizga mashina bersangiz, sizga pul beramiz deydi. Biz o'zimizning nomimizga mashina ola olmaymiz. Bitta olishimiz kerak ekan. Pechat bor, pul yo'q. Qanaqasiga bank bu kredit pulini avtosalonga o'tkazib yuborgan. $150 olganman. Oldi-sotdi jarayonidagi pullarni sudlanuvchilar o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborishganligi aytildi. Yanvardan beri pensiya pulimni yechib olishyapti. 3 million 100% yechib olishdi. $200 uchun qo'l qo'yganingizga achindingiz. Juda ham. Haqiqat bor ekan. Rahmat sizga ham, bizga ham. Ayol kishi o'ylab ish qilish kerak ekan baribir deb o'yladim. Umumiy zarar esa 62 milliard so'm ekanligi aytildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida mashina oldi-sotisi bo'yicha 203 nafar fuqarolarni tushirgan firibgarlarga sud hukm o'qidi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'sh yo'l orqali uzr-kesir qat'iy o'tash uchun sudlanuvchiga 9 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Qolgan sudlanuvchilarga ham qonun doirasida ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlandi. E'tibor bersangiz, firibgarlar tuzog'iga yosh keksa insonlar yoki bo'lmasam arzimas pul uchun bilib bilmay hujjatlarga imzo qo'yayotgan fuqarolar ilinmoqda. Unutmang, firibgarlik botqog'iga botdingizmi, umringizni qolgan qismi qarz to'lash bilan o'tadi.